Assalomu alaykum, mani mehribon obunachilarim. Mana Shukronalik kursi o'quvchilari uchun sovg'alarimiz tayyor. Bu sovg'a Shukronalik daftari. Aynan Shukronalik 13 kursi o'quvchilarim uchun tayyorladim. Mana yuzida go'zal so'zlari bilan Shukronalik daftari deb yozilgan. Allohning so'zlari keltirib o'tilgan va ichida pozitiv psixologiya, ya'ni shukronalik haqida go'zal ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu tomonida esa shukronalik yozish tartibi birma-bir ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni siz shukronalik kursida o'qimagan bo'lsangiz ham mana shu qo'llanmaga qarab bemalol shukrona yoza olasiz. Aynan mani uslubim bo'yicha. Mana orzular uchun 10 ta joy ajratilgan va har kun siz shukrona bilan birga orzularingizni yozib borishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin esa albatta orzular uchun joy ajratilgan. Qarang, mana bu joydan boshlab shukrona yozishni boshlaysiz. Ya'ni Allohning go'zal ismlari bilan shukrona yoziladi. 5 ta mavjud narsalarga va 5 ta mavjud bo'lmagan narsalarga shukrona yoziladi va har birida xuddi shu tartibda yozasiz. Har kuni shukronangiz bo'ladi va 10 ta yoziladi har kuni. Aynan shunga mo'ljallangan. Aynan shukronalik kursida o'qiydigan obunachilarimizga mana shu daftar uyingizgacha, ya'ni eshigingiz oldigacha yetkazib beriladi. Hoziroq o'rningizni band qiling. Sizni shukronalikda kutib qolaman.